Akmal aka, IT loyihalarining ham eskirishi mumkinmi? Ya'ni ma'lum bir kodni yozib qo'ydingiz, u 10 yil yoki 15 yildan keyin aynan shu kod charchab qolishi mumkinmi? Albatta, chunki yangi texnologiyalar chiqadi va eskilari eskirib boradi. Birinchi navbatda xavfsizlik jihatdan va rekomendatsiyalar chiqadi. Masalan, mana bu narsani endi ishlatib bo'lmaydi degan narsalar chiqadi va siz muntazam yangilab borishingiz kerak. Undan tashqari mijozlaringiz yoki biznes o'zgargani uchun biznes har doim moslashib boradi-ku bozorga. Uning ham ko'plab talablari bo'ladi. Shuning uchun ham muntazam kodni o'zgartirib borish kerak. Shuning uchun ham masalan bizga zakaz bo'ladigan bo'lsa agar katta summa aytishimiz mumkin, 30 ming, 50 ming deb yoki bo'lmasam qaragin, har doimga 3,5 mingdan berib tursang agar har doim olib ketamiz deymizda, noto'g'ri tushunishadi. Bu bola meni sog'ib yurmoqchi, har oy 3,5 mingdan debdi. Proyektni qilgandan keyin 2-3 oy o'tib, baribir o'sha narsaga yetib kelishadiki, mana bu narsani qilib bering, mana bunaqa qilaylik, bunaqa qilaylik deb baribir o'sha summa kelib chiqadi.